Xitoydan qanchalik ansirishimiz kerak? Avtori Steve Blok. Gollandiya Tashqi ishlar ministri Steve Blokning parlamentga Xitoy strategiyasini sungan vaqtdagi nutqi. Steve Blok 1964-yili Amilrodda tug'ilgan. 1977-yildan 1983-yilgacha Groningen Universitetida savdo boshqarish kasbida o'qigan va savdo boshqarish kasbi bo'yicha bakalavrlik va magistrlik unvoni olgan. ABN AMRO shirkatida qarz tarqatquchi bo'lib ishlagan va 1988-yildan 1998-yilgacha bo'lim boshlig'i bo'lgan. 1994-yildan 1998-yilgacha Newcop shaharlik hukumatning parlament a'zosi bo'lgan. Erkinlik va Demokratik Xalq partiyasidan 1998-yildan boshlab 2003-yilgacha Gollandiya hukumatida palata a'zosi bo'lib xizmat qilgan. 2010-yili partiyaning bosh mas'ulligiga saylangan va shuningdan beri Gollandiya parlamenti adliya va hukumatda izchil muhim vazifalarni ustiga olib kelgan. 2018-yili Gollandiya Tashqi ishlar ministri bo'lib saylangan. Gollandiya Uyg'ur diasporasida o'rni muhim bo'lgan davlatlarning biri. Gollandiyadagi Uyg'ur jamoatimi boshqa nurg'un davlatlarga qaraganda son va sifat jihatlarda oldingi o'rinda turdi. Ammo Uyg'urlarning mustaqillik yo'lidagi faoliyatlarning sistemlashishi va Gollandiya davlatining foydali siyosat va sharoitlardan foydalanish ishlarida bo'shliqlar va qilishga tegishli xizmatlarmi oz emas. Gollandiya xalqi demokratiya va kishilik huquq ishlarida aktiv ham yordamso'yar tirishchan kishilar. Ministr Steve Blokmo Erkinlik va Demokratik Xalq partiyasidan. Gollandiya hukumati va xalqi uzun yillardan beri Tibet mustaqillik faoliyatchilarini qo'llab keldi. Aşı milyonlab berilayotgan yordam bilan Dalay Lama Dharamsalada nurg'un maktab, doktorxona va ul aslihalarini qurdi. Taraf-taraflarga qatirab yurib, har yerda do'st tutib, Tibet davosini dunyoga g'albilik tonutdi. Biz dahi bu bosqichni besib bo'la olmadik. Xalqimiz yaqinqi bir necha yil ichida hurlik va mustaqillikning nurg'un narsalardanmi muqaddas ekanligini asosan tunib yetdi. Moddiy va ma'naviy jihatdan ahvolga tushliq yordam qildi. Ammo dushmani Xitoy bo'lgan odamga bular bakli yetarsiz. Bizning Tibetlarga millionlab yordam qilayotgan ashu xalqaro tashkilotlar va organlardan moddiy, ma'naviy yordam talab qilish haqqimiz bor. Tibetlarga berilgan yordam nima uchun bizga tegmaydi? Sababi yoki biz yordam qilganlarning qishig'i bormidiq, yoki yordam berdiganlar bizni topolmadi va yoki qaysimizga yordam qilishni bilolmadi. Ular zaminimizning ostida nimalarning borligini va uning geopolitikalik o'rnini yaxshi biladi. Biz faqat shu zamin va boylikning haqiqiy egallari ekanligimizda mustahkam tursaqlar, ularni qoyil qilib millionlab qarz ola olamiz. Bular Xitoy bizdan bulab ketayotgan ashu haddi hisobsiz boyliqlarning oldida hech nima emas. Bugun dar oldiga kep qoldik. Na izzat obro'y, na qoida usullarni o'ylashqidek holimiz yo'q. Biz iqtisodiy yordamga qonga muhtoj bo'lgandek muhtojmiz.
Buning uchun o'zimiz yashagan bu davlatlarni hokimiyat, partiya, tashkiliy qurilma, funksiyalarigacha pishiq bilishimiz, har qaysi akademiya, universitetlargacha munosabat bog'lab, biz bilan hamkorlashqusi barlarni tepib chiqishimiz kerak. Aran kunini ilayotgan qarindoshlarimizni bayroqning nomida xayr-saxovat siyliqi bilan xijilchilik qiliversak, ularni tazdirib qo'ymiz. Ham bundaq saxovatdan na berguchiga ajr, na olg'uchiga barkat. Bizning mayli qaysi partiyadan, qaysi ministerlikdan bo'lsin, ishkini chekibli kiralaydigan bir yerlarimiz va do'stlarimiz bo'lishi nihoyatda muhim. Da'voyimizda rostchil, durust bo'lsaqla va o'zi ehtiyojli turib berayotgan ashu pulning hisobotining qanchalik ig'ir bo'ladiganligini unutmasaqla, bu da'voni qo'llaydiganlar hamon har yerdan chiqadi. Ammo xato yerlarga, unumsiz turlarga mablag' selishdan xayrlik ishlarga shaxsiyatchilik va shuhratparastlikning aralashib qolishidan hazar aylash lozim. Gollandiyada qarindoshlarning nurg'un ajri bilan bir Uyg'ur faoliyat markazi setib elindi. Bu oson ish emas. Bu jarayonda ashu mas'ul qarindoshlarning kimlarning oldida qanchalik xijilchilikda qolganligini bilmaymiz. Koshki deyman, ashu necha 100 ming yevroga bir qancha g'ulach tuproqni setib olguncha, shu pulga maxsus odam tarbiyalagan bo'lsak va yoki bir simvollik bir organ qurgan bo'lsak. Tashqi ishlar ministerligining bu nutqi ma'lum jihatdan aytganda, Yevropaning Xitoy bilan bo'lgan siyosiy, iqtisodiy va diplomatik maydoniga vakillik qiladi. Yevropa ittifoqidagi 20 necha davlat Xitoyning inson haqlari dafsandichiligi to'g'risida qaror ma'qullab, hammamizni umidlantirdi. Ammo ashu vaqtning oldi keynida Merkel xonim, Macron apandilarning Xitoyni qancha qatim ziyorat qilganligini bilamsizlar? Ishlatilgan so'z jumlalardagi aniqsizlik, mujmallik, delg'ulluq va istiqrorsizlikdan Yevropaning qandaq bir mavqeda turayotganligini tushunishimiz kerak. Endi kelib Angliya ittifoqdan chiqib ketdi. Plan strategiyalarmi tezli tuzilib, chuvilib turibdi. Bizningchu plan strategiyalarimiz nima? Bunisi hozircha noma'lum. Yevropada bu davlatlarning siyosatini, bo'libmi Xitoy bilan bo'lgan munosabat va plan strategiyalarini tadqiq qiladigan, manfaatimizga foydali, ziyonli taraflarni ko'rsatib berib, siyosiy faoliyatchilarimizni ishonchlik sonliq ma'lumotlar bilan ta'minlaydigan, plan strategiya tuzishda yordamchi bo'ladigan bir akademik organimizning bo'lishi zarur bo'layotidi. Ustal ostidan sunilayotgan kelishim va qarorlarga Facebook yoki Twitter bilanla tang kelgil bo'lmaydi. Agar mushundaqli kessak, tunugun turk va islom dunyosidan qandaq umidsizlangan bo'lsak, ata Yevropadan texmi battar umidsizlanib qolishimiz mumkin. Xitoydan qanchalik ansirishimiz kerak? Xonimlar, apandilar, biz Xitoydan qanchalik ansirishimiz kerak? Bu aprel oyining oxirlarida chiqqan nopozliq bir gazetning hafta oxiridagi bosmasining bosh temasi. Maqolaga bir mushuk eyiqning lalani ishtaha bilan yavatgan rasmi yondashtirilgan. Buningdan bizning Xitoyni tushunishimizning qanchalik yuzaki ekanligi chiqib turdi. Mushuk eyiq degan nihoyatda muloyim,
faqat yumran bambuk notisini yeydigan hayvon emasmi? Qısturib qo'yay. Күнділік xabarlarning Xitoy to'g'risida bundaq yuzaki maqola basqinining bir xatosi yo'q. Ammo gazetda xato savol so'ralgan. Agar siz mendan biz Xitoydan ansirishimiz kerakmi deb so'rasangiz, mening javobim yo'q. Biroq biz cho'qim realistik bo'lishimiz, siyosatimizda hissiyot va xiyolni emas, dalil isbot va to'g'ri ma'lumotni asos qilishimiz kerak. Ehtimol biz kechmişda ba'zan bak soddiliq va go'llik qilgan bo'lishimiz mumkin. Bugun sizlarni bu yerda ko'rib, nihoyat xursand bo'ldim. Biz Xitoy bosh elchisining bu yerda bo'lishini umid qilgan edik. Afsus, nihoyat tasoddifiy bugun saharda podshohga maktub sunadigan ish chiqib qopti. Albatta, bizmi buning muhim ish ekanligini tushunamiz. Men ko'pchilikning o'ttirg'a qo'ygan talab, fikr, ko'z qarash va inkoslarga qizg'inlik bilan tashakkur aytaman. Bu uzun mezgillik strategik plan, ya'ni Xitoy strategiyasini parlamentga sunmoqchiman. Buningda nurg'un partiya guruhlarining orzusi aks etgan. Bu loyihaning muhimligining sababi shuki, nurg'unlagan gollandiyaliklarning, vakolatchilarning, tashkilotlarning va shirkatlarning Xitoy bilan har turli munosabatining bo'lganligida. Kishilarning Xitoy to'g'risida kuchli ko'z qarashlar bor. U xuddi siz ko'plagan taraflardan ko'ra oladigan mishkalga o'xshaydi. Ko'pchilik bu sehrli qutining farqli taraflarini ko'rdi. Hukumatning vazifasi bo'lsa, bu mishkalni ujur-bujurgacha bilib, ondan uningga asosan bir harakat qoidasi tuzib chiqish. Xitoyga bo'lgan ko'z qarashlar bakli farqli. Ammo hammamiz birlikka kelalaydigan bir nuqta bor. U bo'lsa-mu, Xitoydek bundaq tez o'zgarayotgan yana bir davlat yo'q. Shundaqla bir avlodda bu qadar o'zgarish paydo bo'lgan boshqa bir davlatmi yo'q. Gollandiyaning Xitoy bilan aloqa qilayotganiga qancha asr bo'ldi? Men 16-asrda Xitoyni tunji ziyorat qilgan Inki Xozilliq Derik Gertsonning yurtdoshi bo'lganimdan faxrlanaman. Bu safar uningga Derik China degan bir laqabni sovg'a qilgan edi. Bir asrdan keyingi bugungi kunda Gollandiyaning Xitoy bilan bo'lgan diplomatik to'ri boshqa har qanday bir davlatdan qo'yiq. Bu davlatning ko'lami, siyosiy vazni va muhimligida ifodasini topgan. Xonimlar, apandilar, sizlar mushundoq ochiq-oshkor strategiya tuzishni to'g'ri fikr deb qaramsizlar? Qaramoqqa sizlar to'g'ri ko'rmagandek qilsizlar. Shundaqdimi men bu muhim deb qarayman. Biz bir demokratik davlat bo'lish sifatimiz bilan ochiq-oshkor bo'lish, erkin munozara, so'z erkinligi, tahqiqlash, barobarlik va uchur maxfiyatligi qatorliqlarni qo'g'daymiz. Bu strategiya bizning Xitoyga o'xshash muhim hamkorlik munosabatimiz bor davlatlarga qarta manfaat va qimmat qarashlarimiz, tanlash va qayta o'ylanishlarimizni aks ettirgan. Meningcha, gollandiyaliklarning hukumatning bu masalada nima o'ylayotganligidan xabardor bo'lishi va talash tortishga ishtirok qilishi yaxshi ish. Nihoyatda Xitoy hammamizning turmushiga munosabatlik. Biz bu strategiya plan uchun uzun bir vaqt sarf qildik. Bu to'g'rida nurg'un maqolalar yozildi.
Çoqum deyiş kerak bo'lgan bir jumla shu. Biz bu kunning keladiganligini bilatdik. Ko'pchilikmi bu strategiya planning kun tartibdagi o'rnini bilatdi. Davlat siyosatida bundaq taqozolik nihoyatmi kam ko'rildi. Balkim ba'zilar bu oxirgi loyihaning texmi kuchlik tanqidiy tus olmaganligidan umidsizlanishi mumkin. Shundaqla ba'zilarga ko'ra so'z iboralar qattiq bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Siyosatga mas'ul ministr bo'lish suhbatim bilan sizlarga bu strategiya planining dal tangpungliq nuqtasini topganligini aytsam, sizlar hayron qolmanglar. Xitoy cho'ng, mo'yim va uzoq qadimiy madaniyatidan faxrlanish haqliq bo'lgan bir davlat. Ular o'z manfaatini chiqish qiladi. Bu qonunliq ham tabiiy. Bu xuddi Gollandiyaning o'z manfaatini chiqish qilganiga o'xshash. Xitoy o'zining muddasiga qandaq yetishni va hamkorlashuvchilardan nimani talab qilishni biladi. Shundaq bir savol tug'iladi. Ondaqda bizning muddayimiz nima? Men deymanki, biz muddayimizning nimaligini bugun tunugunga qaraganda yaxshiroq bildik. Masala shu. Xitoy bizning nurg'un sohalarda nihoyatda yaxshi hamkorlashib kelayotgan ochqushliq hamkorimiz va ba'zi sohalarda biz texmo tanqidiy pozitsiyada bo'lishimiz kerak. Bu yerda ta'kidlaydigan 8 nuqta bor. Sizlar Xitoyda 8 raqamining ta'laylik son ekanligini bilishinglar mumkin. Davomi bor.